Assalomu alaykum, jonlimisizlar. Amerikada uy sotib olayotganda oylik to'lovga ko'proq e'tibor berish kerakmi yoki uyda narxiga ko'proq e'tibor berish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Aytaylik, mana Qo'chqorvoy aka mana shu uyni olmoqchi, zo'r uy ko'ryapsizlar. Bozordagi talabga qarab yo 600 mingga olishlari mumkin, 630 ming yoki juda ham ko'p talab bo'lsa, majbur 650 mingga olish mumkin. Indan keyinchi Down payment'i 20% deylik, 600 mingga 120 ming, 630 mingga 126 ming bo'lyapti, 6 ming ko'tarilyapti. 650 mingga bo'lsa 130 ming to'lash kerak, yana 4 ming down paymentga ko'proq pul to'layapti. Unaqa katta summa emas. 675% down payment bilan hozirgi holatda 600 minglik uy oyiga bank to'lovi 3113 dollar bo'lyapti. 630 mingga olsalar 3268 bo'lyapti. 155 dollarga ko'proq to'laydi. Agar 650 minglik uyda oladigan bo'lsa, 20% down payment bilan 3372 dollar to'layapti, yana 104 dollarga ko'tarilyapti. Qo'chqorvoy aka agar sal jimotlik qilsa 3113 dan oshmasin desa ololmaydi. Chunki qayerdadir boshqa bir mard odam davkar bo'lishi mumkin. Aytadi, mayli men deydi, oyiga 259 dollar ko'proq to'layman, mayli 650 mingga bo'lsa ham bosib yuborgin deydi-da. Shuning uchun odamlar ko'p holatda uyda ola olmayapti. Uyda olish uchun professionallar bilan ishlang. Husniddin Team har doim xizmatda. Ishlarga omad.